Rossiyaga ketib, yillab telefon qilib qo'ymaydigan o'g'il bolalar bor yuribdi. Rossiyaga ketgan tirikchilikda, ota-onasidan chiroyli duoda olib ketgan, 1 yilda bir telefon qilib qo'ymaydiganlari bor. Ey, o'sha yurtda yurganlar, begona yurtda yurganlar, nimani istab yuribsan u yerda? Uyingda ota-onang o'tiribdi. Telefon qilib hol-ahvol so'rab qolmaysan, oylar o'tib ketadi, ehtimol yillar o'tib ketadi. Sen nima qilaman deb yuribsan u yerda? Qarindosh urug'da holidan xabar olishlik. Hech bo'lmasa telefonda telefon qilib opangizga, xolangizni, ammangizni, tog'ingizni bir so'rab so'rab qo'ying. Musofir yurtda yurganlar, tirikchilik deb safarga chiqqanlar, ibodatni ado qilaman deb yuribsizlar. Bola chaqani boqish kerak, ibodat. Lekin ota-onalarni esdan chiqarib qo'ymanglar. Shularning duosi, shularni sizlarga qilgan xayr duolari sizlarga barakot bo'ladi. 10 yildan beri yuribdi, bitta chek qila olmadi. 15 yildan beri ishlatib, bitta tom yopa olmadi. Qarasang hech narsa qilgani yo'q, yeb ichib yuribdi. Nima qilaman, o'shga borib deydi. Ey senichi, jannating ikkita eshik uyda turibdi, otang bilan ening. Yetib olmayapsan bu yoqda ishni? Prosta tirishing o'tyapti, mashada yuravergin-da. Chunki ota-onaning yuziga qarab turishing ibodat. O'tib ketgandan keyinmi holingga maymunlar yig'laydi. Agar ota-onangni rozi qilib qolmasang.